eng birinchi zikr inson uyg'onganda bo'ladi. Uxlab yotuvdi, uyg'ondi. Ko'zi ochildi, o'zini demak uyg'onganligini bildi, hayotga qaytda, yana qaytganini his qildi. Chunki uxlaganda hech narsani bilmay yotgan edi. Agar Alloh xohlamasa turmay ham qo'yaverar edi. Ko'pchilik yotganidan keyin turmay qolyapti. Ana yarim o'lik bo'lgan odam uyg'ondi, o'ziga keldi, hayotga qaytdi. Ana shu yerda nima deyish mumkin? Boshqalar nima deydi? Xohlagan gapini aytadi. Birov yana ozgina uxlasam bo'lardi deydi. Birov voy kech qolgan-u, falon yerga borishim